Ishxona sizga katta xolangiz uyimi xohlagan paytingizda kelasiz. 5 minut kech qoldimi xolos? Oyligingizdan olib qolaman. Assalomu alaykum, Hormanglar. Yaxshi keldingizmi, Hamidov? Yaxshi, ertalab uyg'otib qo'ymabsan-da. Achchiqlikda kofe kirgizib yuborgan. Hozir o'zim damlab beraman. Siz tushuntirish xati yozing. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Yo'q, haqiqat yo'q. Qaysi dordan qochgan qildimi hisobotni? Hamidov qildi. Ishlikmi, kamchilik bor ekanmi? Hisobot qilishni yorib yuboribsiz demoqchi edim, Hamidov. Ayni yomon qilish qo'limdan kelmaydi, nima qilay? Tez qo'shimcha premiya yozing, Jamilov. Xo'p bo'ladi. Bizni loq deb o'ylaydi bular. Buxgalterni otmanglar, orqadan kelish ham yo'q. Men ham uyga xohlagancha o'ynaymanman. Uyalmaysizlarmi katta tuyadek odamlar ishda kontra o'ynab o'tirishga? Ikkalalaring ham hayfsan. Hamidov boshladi-yu. Mani kompyuterimga kirib o'ynang, mazza qilib o'ynaysizda katta demoqchi edim. Mazza chiqdi. Ha, hozir. Xudoga soldim karatchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Indamasam ishxonani ham sauna qilib tashladinglar. O'zinglardan ketib. Endi